Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bizda keyingi zakazimiz bitti. Bu o'shanday devorga jamlashtirilgan shkaf bo'ldi. Buni bu tarafiga ko'rpa jinaytirgan qilib qo'ydik. Mana ichi kengroq, ko'rpalarni jinayverib, mana yerga mayda narsalarni qo'yaverdik. Buni keyingisiga ikkita qo'yib o'shanday aynalik qilib yasab berdik. Mana buni tubini o'shanday buyumlarni qo'yib qo'yaverdik. Ana keyingileri olsa bunlarında töşek jinaytirgan bo'ldi. Birosi, mana ikkinchisi da o'shanday töşek jinaytirgan bo'ldi. Bu o'zi tortib oladi, o'chilik chanellarni qo'yamiz. Mana adil qishki narsalarni qo'yaveradi. 1 2 3 4 ta qilib o'shanday qilib devorning ichiga qo'yib berdik.